Assalomu alaykum aziz do'stlar, xush keldingiz kanalimga. Bugun sizlar bilan mana shunaqa chiroyli sho'rva tayyorlaymiz. Bu yerda bu sho'rvani to'ylarda ham tayyorlashadi. Bu bayoz, ya'ni oq rangda bo'lganiga hayron bo'lmang. Bu go'shtdan, suyakdan tayyorlanadi. Tabiiy ko'llagan qaynog'i bo'lgan ovqatlardan biri hisoblanadi. Kollagen taqviyasi olsammi, nima qilsam deganlar hech taqviya kerak emas. Mana shu kollagen deposidir. Kerak bo'ladi bizga kekik, kimyon, zira, lavroviy list kerak bo'ladi, bitta piyoz, bitta sabzi sovursangiz bo'ladi, garmdor solsangiz ham bo'ladi. Go'shtni, suyakni bir kun oldin xolodilnikda suvda beklatsanglar, ya'ni kuttirsanglar, suvga solib qo'ysanglar, kerak emas ortiqcha narsalar suvga chiqib ketadi. Va bu yerda, ya'ni bu Turkiyada yashayotganlar biladi. Turkiyada bo'lmaganlarga qiziqarli bo'ladi-da. O'shaning uchun bu yerda Qurbon bayramlarida kesilgan hayvon go'shtlarini aholi o'zi xolodilnikda muzxonasiga qo'yishadi-da. Qanday qilib qo'yishadi? Qushboshi deyiladi bu yerda. Qushboshi kesib deyiladi. Kichkina biz sho'rvaga kesgandek kesib, undan ham kichikroq paketchalarga, xolodilnik maxsus paketchalarga qo'yib, muzxonaga terib qo'yishadi. Suyagini alohida, qushboshi o'sha go'shtni kesib, uni alohida, qiyma qilib uni alohida, hamma bu yerda qiyma anaqasiga ketishadi, do'konlariga, uyda bo'lganlar, o'zlari uyda bo'lmaganlar, qassoblarda bu yerda qiyma yoptirishadi, qiyma qilish uchun alohida ayirib qo'yishib, shunaqa qilishadi. Lekin yaxshi. Faqat suyakdan go'shtni ajratib olishi biroz menga anaqa kelgan edi. Endi bizning oilada ikkisini ham qovuramiz. Alohida ham, o'ptasini ham. Sho'rvamizni mana shu shaklda kerakli narsalarni solib olamiz. Tuzni, qoya tuzi solishga o'zing ko'staring, chunki qoya tuzi foydalidir va buni suvni ustiga to'ladigan shaklda, go'shtlarni hammasini oladigan shaklda suvni qo'yamiz va qopqonni yopib. Bu 1 soatda pishadigan narsa. Past olovda avval bir qaynagandan keyin past olovga qo'yib qo'yiladi. Maxsus qozonchada pishiriladi. Bug'i chiqib ketib, keyin yoqib 1 soatda pishadi. Mana do'stlar, ichidagi bug'lari yaxshi chiqib ketgandan keyin buni ichi ochib, mana tayyor bo'lgan holi. Buni ajratib olamiz, suyaklarni, go'shtlarni chiqarib olamiz. Yaxshilab. Bu sho'rva shamollagan vaqtda juda ham shifobaxsh, foyda beradi insonga. Murishlar solib turib, zanjafil, zardachorlar solib turib ichilgan vaqtda piyozlar bilan shunaqa insonga bir quvvat beradi, tuzalishni tezlashtiradi. Albatta murishni biroz ko'proq solib ichiladigan bo'lsa, lekin shifobaxsh sho'rva. Suyaklari, go'shtlarni alohida olib olamiz. Buni yaxshilab suyaklardan go'shtlar ajratib olinadi va suyaklar tashlab yuborilib, go'shtini maydalaymiz. Va go'shtni sevganlar uchun har kun qoramol go'shti yeyilmaydi. Qo'y go'shti yana ham shifolidir, mayindir, hazmi qulaydir. Har kun qoramol go'shti yeyilmaydi, anaqa dana eti deyiladi bu yerda. Marazadir, tibbiy nabaviyda keltiriladi xastalik. Har kun yeyaversa savdoni orttiradi. Mizoj temasida, mavzusida sizlarga keng ma'lumot berilgan bular haqida. Va bu o'rinda shuni ham aytib o'tib ketish kerak. Qizg'anch insonlar borki, jimri deyiladi-da, hasadchi, ularni ovqati kasallik keltiradi. Tibbiy nabaviyda yozilgan bular. Kasallik keltiradi. Xasisni ovqati.
Saxiy insonning ovqati esa shifodir. Ya'ni saxiy ovqat yeydigan bo'lsangiz ham saxiyni ovqatidan yeyingki shifo topasiz Allohning izni bilan. Va Tibbiy nabaviy kitobida ajoyib anaqalar keltirilganda non haqida ham non bilan bizni rizqlantir, yo Alloh, non bilan bizni rizqlantir, non yeb namozimizga turamiz. Agar non bo'lmasa edi, namozimiz qanchalik bo'lardi degan ma'noda ham keltirilgan. Demak, ayirib olamiz, go'shtlarni ichidagi ilik hammasini chiqarib, mana shunaqa qilib ajratib olamiz. Bu maxsus qozonchada juda ham ilja bo'lib, bu suyaklarning orasidagi butun vitaminlari suvga chiqadi, sho'rvaga. Ilja bo'lib pishadi. Lekin tabiiyki o'choqlarda, katta qozonlarda qaynagan go'shtni albatta mazasi boshqa. O'din olovida deyiladi. Xullas anaqada tashqarida qilingan tandirlarda, maxsus tandirlarda qilingan sho'rvalar, eski usul sho'rvalar qanaqa yaxshi sho'rvalar edi. Hali ham bu eski usulda qiladigan xonadonlar bor. Juda ham buyuk, katta bir ne'matdir bular. U ne'matni qiymatini bilish kerak. Gelin aşıklar gelin, o Mevlam o. Bu menzil uzağa benzer, o Mevlam o. Bu eng sevgan qo'shiqlarimdan bittasi, ajoyib. Buni eshitayotganlar bordir albatta, yorumlarda yozing. Eng sevgan va ajoyib qo'shiqlardan biridir. Davom etamiz. Bu go'shtlarni quyruq yog'lari bor-ku, o'shalarni xohlamaganlar chiqarib tashlashi mumkin. Xohlaganlar maydalab qo'shib olsa bo'ladi. Joy yog'lini xohlamaganlar olib tashlaydi-da. Va bizga kerak bo'ladi, tarbiyasi uchun deyiladi. Tarbiyasi uchun deb aytayapman, tarbiya deyiladi bu yerda. Bizga kerak bo'ladi 3 qoshiq yo'g'urt, hani qatu bilmaganlar, 3 qoshiq un kerak bo'ladi, yarimta limon kerak bo'ladi. Buni yaxshilab bir-biriga qo'shib aralashtirib olamiz. Va suzib olamiz sho'rvani. Iliq bo'lgandan keyin yoki sovigandan keyin, hani issiq vaqtida suzilmaydi suzgichda. Temir metallический suzgich bo'lsa suzaverasiz. Sho'rvani suzib olamiz yaxshilab. Qaynaganda ko'piklarni ajratib ololmaymiz. U qozonda qaynaydigan bo'lsa ko'piklari ajratib olinadi. Ana shu ko'piklari suyak qaynagandagi qoldiqlari hammasi o'sha suzgichda qolib ketadi. Bu yog'iga ajratib olamiz. Va unni qovurib olamiz. Unni qovurganda qizarib ketmaydi, ozgina hidi chiqsa yetarli bo'ladi va unga qaynagan sho'rvani, suzib olgan sho'rvani suvini sekin quyib turib aralashtiramiz. Qo'rqmanglar, unaqa xamir bo'lib qolmaydi. Bu maydalagish unaqada blenderda aralashtirib yuboramiz, viz etkazib va un yaxshi aralashib ketadi va maydalab to'g'rab olgan go'shtimizni ichida iliklari ham bor, hammasini alohida olib olganmiz. Mana shu sho'rvani ichiga sovoramiz. Sekin, atrofga sachratmasdan. Sho'rvani tegini past olovda qo'yib qo'yamiz va tarbiyasi deyiladi endi. O'shani tayyorlaymiz. Tuxum kerak bo'ladi. Bitta tuxum sarig'i. Unga qatuv solamiz. 3 osh qoshiq dedik, qatuv soldik va yaxshilab ikkisini aralashtirib olamiz. Va bu aralashgandan keyin qaynab turgan
sho'rvadan bunga oz solib, buni o'rgatib olamiz. Kosa issiq qaynoq sho'rva bilan teng issiqlikda bo'lishi kerak. Buni ayollar yaxshi bilishadi. Buni aralashtirib, issiq holatga kelganda kosamiz o'shaning ichiga sho'rvaga quyib aralashtirib qo'yamiz va eng so'ng ozgina teriyog' bilan, bir qoshiq teriyog'i bilan, sariyog' bilan yalpiz yoki bo'lmasam garimdori isitib olsangiz bo'ladi. O'sha sariyog' bilan va ustiga bunday yurgizib qo'ysangiz chiroylikkina sho'rva bo'ladi. Hammangizga shifo bo'lsin, ofiyat bo'lsin do'stlar. Ko'rishguncha sog' bo'ling, Allohga omonat bo'ling.